Qanaqadir obunachilar, xudo xolasa bismillah deb kiramiz. Inshaalloh xudo xolasa sizlarga to'liq obzorlarni qilib, katta partiyada hayvon kelyapti-a. Ularni ham xudo xolasa kirib kelishini, gransiyadan qanaqa o'tishini, qanaqa holatda kelishini ham to'liq obzor qilib, sizlarga hammasini yoritib boramiz. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab, like bostiringlar. Nafsa. Bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh. Videoni ko'rishdan oldin iltimos o'sha gap hammani bilasizlar. Mashalloh deb keting, chunki har bitta jonzot, tilsiz hayvon ko'z bor narsa. Shuning uchun mashalloh deb keting, chunki shunaqa deyishga arziydigan hayvonlar. To'g'risi gap, bularni hozir to'liq ma'lumot bera olmasligim mumkin, lekin biz videolarimizni ko'rib tursangiz, xudo xolasa hammasi haqida batafsil to'liq ma'lumot berib ketamiz. Kichkinalari ham bor, kattalari ham bor. Xohlagan visingizda, xohlaganingizni xudo xolasa yetkazib, olib kelib berib, hammani xursand qilamiz. Shuning uchun marhamat, hayvonlarni ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Nima ma'lumotingizni kerak bo'lsa, nima savol-javobinglar bo'lsa, xudo xolasa biz tayyormiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Har qanday savol-javoblarga javob berib, imkonimiz boricha bularga qanaqa qarashlari to'g'risida hamma narsa haqida xudo xolasa javob berib o'tamiz. Xudo xolasa bunaqa hayvonlarni sotadiganlar ko'p. Birinchi qo'limizda, to'g'ri, ular birinchi qo'l, lekin gransiyadan birinchi qo'l. Xudo xolasa biz Rossiyani o'zidan birinchi qo'lmiz. Olib kelib, xudo xolasa o'zimiz shu yerda ko'rib, sinab ko'rib, hamma narsasi bilan olib kelayotganmiz. Inshaalloh xudo xolasa baraka topasizlar. Olgan odamga xudo xolasa hammasini imkon qadar mana shu Chortoq Chorva YouTube kanalidan ko'rib keldim desani, avazxon o'tib qimmatini qilgandan tashqari, plus yana men o'zim xudo xolasa hammaga chegirma qildirib beraman. Kerak bo'lsa, shu Rossiyada turib hayvon olmoqchi bo'lganlar, hop mana dollar tushib ketdi. Dollar befoyda narsa, temir texnika befoyda narsa. Rossiyada turib, chetda turib hayvonga sharoiti borlar, hayvon boqmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar. Shu nomerlarga xohlasani Telegram, WhatsAppda aloqaga chiqinglar. Inshaalloh xudo xolasa Rossiyadan o'zimiz olib kelib, birinchi qo'l bo'lgan narsamiz chiroyli qilib, foyda qiladigan qilib, inshaalloh xudo xolasa qilib berish harakat qilamiz. Shuning uchun bu jonivorlarni qarang, mashalloh. Zo'r.